Assalomu alaykum. Hozir siz bilan birgalikda botni aktiv qilishni ko'ramiz. Web appni ochib olamiz va o'zimizni akkauntimizga kiramiz. Akkauntga kirgandan keyin bukmekerlarni aktivlashtirish tugmasini bosamiz. Va bir winni tanlab aktivlashtirish tugmasini bosamiz. Va bu yerda to'liq tushuntirilgan qanday aktivlashtirish. Bir win uchun botni aktivlashtirmoqchi bo'lsangiz, avval maxsus havola orqali yoki bir win original dasturi orqali ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz kerak. Aks holda sizning player ipni topa olmaymiz. Masalan, siz avval ro'yxatdan o'tgan bir win akkauntingizdagi player ipni kiritsangiz, u bazada topilmaydi. Shuning uchun hozir biz bir win original maxsus dasturi orqali ro'yxatdan o'tamiz. Avval uni yuklab olamiz kanaldan. Va o'rnatamiz va ochamiz uni. Bir win dasturini ochgandan keyin ro'yxatdan o'tish uchun o'zimizni ma'lumotlarimizni kiritamiz va parol ham kiritamiz va promokod qo'shish ustiga bosamiz va Java deb yozamiz. Bu muhim, buni yozish kerak. Shunda bot sizga signal bera oladi. Hamma ma'lumotlarni to'liq kiritib ro'yxatdan o'tib olamiz. Mana ro'yxatdan o'tdik. Endi menyu qismida bizni ID ko'rsatilgan bo'ladi. Uni ustiga bosish orqali nusxalab olamiz. Va botga qaytib player ID joyiga o'zimizni yangi IDni joylaymiz va tekshirishni bosamiz va mana bizni ma'lumotlarni topa oldi bot. Bu yaxshi xabar, lekin hozircha bir win hisobimiz 0 ekan. Hisobimizni 5000 rublga to'ldirishimiz kerak ekan. Diqqat, bu botni to'lovi emas, bot bepul. Siz o'z bir win hisobingizni to'ldirasiz. Endi bir winga o'tamiz va hisobimizni to'ldiramiz. Men hisobimni kripto orqali to'ldiraman. Mana hisobimni 5000 rublga to'ldirdim. Endi botga qaytib player IDni tekshirishni qaytadan bosaman. Va mana aktivatsiya uchun balans yetarli chiqdi. Bu zo'r. Endi aktiv qilish tugmasini bosaman va biroz kutaman. Ko'rishingiz mumkin, menda bir win aktiv holiga keldi. Endi minus oyini uchun signal olib ko'raman. Hammasi zo'r ishlayapti. Hammasi oddiy, shunchaki qo'llanmada ko'rsatilganday qilib aktiv qiling. Hammaga omad millionerlar.